har bitta negativ yozgan insonga kamida ana shunday kvartiralar nasib qilsin deb qolamiz. Bizlar yangi obzorlamiz birlansizning to'g'risida o'sha mashhur shlagbanovlik domda 7-qavatda 3 xonali kvartiramiz bozorga chiqib 18 kvadrat boshliq narxi esa 73 milliondan sizlar uchun chiroyli qilib arzon qilib savdo qilib beramiz. Ko'rib turgan joyingiz mehmonxona, ko'rishingiz mumkin, juda ham katta, chiroyli gilamlar qo'yilgan. Uyimiz to'liq new klassik dizayner bo'lganlar avtochilda bo'lyapti. Siz bu yerda qo'lingiz elektrik stolda yoki ham yaxkayda o'rnatirsangiz bo'ladi. Va mana bu yerda televizionni ko'rishingiz mumkin, kattagina lyuster uyimizni bezatib turibdi. Va mana bu yerda uyimizning oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'l texnikalar o'rnatilgan va derazadan tashqi tomonga qarayapti. Mana bu yerda esa siz xohlasangiz agar razlejnoy oynali eshik bilan yopsangiz bo'ladi, hidi tashqariga chiqmasligi uchun. Suzini bayona deyiladi. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin uyimizning Kakvariyada xonasida joylashgan, ko'rishingiz mumkin ikkishlik yaxki mebel turmuzona va tashqi tomonga qarayotgan oynamiz bu yerda mavjud. Uyimizning lift kadastrlari mavjud, umuman muammo yo'q. Uyimiz eslatib o'tamiz, birlansizda joylashgan 8 qavatli navstrokaning 7-qavatda. Va mana bu yerda tashqi eshikdan kirishda kattagina hol qismini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham garaj ko'rsatib o'tilgan. Svetlarimiz esa to'liqligicha yer montaj qilingan. Va mana bu yerda uyimizning umumiy saunzol joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlari o'rnatilib ketilgan. Va mana bu yerda uyimizning bolalar yotoqxonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bolalarning uchun mehmel va garderob shoxlari o'rnatilgan. Eshiklari hammasi krashini MDF-dan qilingan. Bu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, agar pastda raqam qoldiramiz, so'rashni aloqa qilishinglar, bunaqa vaziyatni qo'ldan qo'yib yuboringlar. Hurmat bilasizlar.